Siz dunyodagi eng baxtli insonsiz, shuni bilasizmi? Hayotimizda nima bo'lishidan qat'iy nazar shuni bilishimiz kerakki, bu taqdir. Va u dunyoga kelmasimizdan balki 50 ming, balki 100 ming, balki undan ko'proq yillar oldin yozilgan. Aniqki bugun emas, kecha ham emas. Lekin shunday ekan, nimaga biz taqdirimizdan doim norozi bo'lamiz? Va qizig'i shundaki, biz buni yaxshi anglaymiz, lekin baribir ham noliymiz. Hayotimiz kitobini har varog'ini yashab o'tayotganimizda o'zimizga savol beramizmi? Istasam ham, istamasam ham bu hayot kitobim bitildi va yana bir sahifasini munosib ravishda o'tib bo'ldimmi? Bugun yetarlicha saboq oldimmi? Va hayotning keyingi sahifasida go'zal tarzda yashashim uchun zamin yaratdimmi? Yaratguvchini rozi qildimmi? Ota-onamni-chi? Kimdandir uzr so'radimmi? Kimgadir yaxshilik qildimmi? Ilm olib va bilim berdimmi? Agar shularni hammasini ulgurgan bo'lsangiz, demak siz baxtli insonsiz va go'zal mukofotlarga loyiqsiz. Hayotingiz